Eldor Shomurodov Turkiya Superligasi to'purari bo'la oladimi? Va nihoyat 9-oktyabr kuni O'zbekiston terma jamoasi raqibi ma'lum bo'ldi. Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Yaqin daqiqalar ichida siz bilan Ekstra Sport kanali. Videolarimizga like bosib, bizni qo'llab-quvvatlayotgan barchaga rahmat. Aynan sizni qo'llab-quvvatlashlaringiz tufayli biz ishlashda davom etamiz. Demak, bugungi dasturimizni boshladim. O'zbekiston milliy terma jamoasi sardori Eldor Shomurodov Turkiya Superligasidagi o'yinlari bilan yangi jamoasi Istanbul Başakşehirga to'liq moslashib olganini namoyish qila boshladi. Eldorga Superligaga to'liq kirishib ketish uchun chempionatning 2 o'yini kifoya qildi. Kayserispor va Eyüpsporga qarshi o'tkazilgan bahslar legionerimiz uchun yangi chempionat bilan tanishuv vazifasini o'tab berdi. Shomurodov Turkiya yuqori divizionidagi 3-uchrashuvda mashhur klub Beshiktosh darvozasini ishg'ol qilib, gollar hisobini ochib oldi. Keyin Alanyaspor va Konyasporga bittadan gol urdi. Oxirgi 4 o'yinda hamyurtimiz 3 ta gol va bitta assist qayd etdi. Bu ko'rsatkichlar Eldorni liga to'purarlari kurashiga qo'shdi. Qizig'i shundaki, Superliga to'purarlari poygasi asosan o'z vaqtida Yevropaning top ligalarida porlagan yulduzlar o'zaro raqobatlashmoqda. Bugungi dasturimiz homiysi Linebet kompaniyasi. Eng katta bonuslar va yuqori koeffitsiyentlarni faqat Linebetda olishingiz mumkin. Ekstra 25 promokodi bilan 3 million so'mgacha bonusni qo'lga kiriting. Linebet havolasini video ostida qoldirdim. Unda hozirgacha 5 tadan to'p kiritgan Trabzonspor hujumchisi Pol Onuchay va Galatasaray yulduzi Mauro Icardi yetakchilik qilmoqda. Nigeriyalik o'yinchi ilgari Angliya Premyer Ligasida Southampton sharafini himoya qilgan. Argentinalik Icardi esa Sampdoria, Inter, PSJda porlagan. 4 tadan gol urgan Beshiktosh vakili Rafa Silva bungacha Benficada to'purarlik mahoratini namoyish qilib kelgan. Fenerbahçe hujumchisi Yusuf En-Nesri Malaga, Leganes va Sevilla'dagi o'yinlar bilan nom qozongan. Romadan kelgan Eldor Shomurodov kabi 3 tadan gol urgan o'yinchilar orasida ham top ligalarda tajriba to'plagan bir necha yulduzlar bor. Xususan Kocaelisportdan Bruno Petkovic Italiyada Catania, Verona, Bolonyada mahorat ko'rsatgan bo'lsa, Karagumrukdan David Fofana, Chelsea, Union Berlin, Burnley klublar sharafini himoya qilgan. Eslatib o'tamiz, Istanbul va Başakşehir futbolchilari Turkiya Superligasidagi navbatdagi uchrashuvni 5-oktyabr kuni safarda Göztepe jamoasiga qarshi o'tkazadi. Va nihoyat O'zbekiston milliy terma jamoasini 9-oktyabr kuni raqibi ma'lum bo'ldi. Bu haqda taniqli jurnalist Jamoliddin Bobojonov o'z Telegram kanalida yozdi. Kuvayt bilan o'ynaymiz. O'zbekiston milliy terma jamoasi 9-oktyabr kuni Toshkentda Kuvayt bilan o'rtoqlik o'yini o'tkazadi. Uchrashuv ko'p ehtimol bilan Olimpiya stadionida bo'lib o'tadi. 13-oktyabr Malayziyada Urugvay bilan o'rtoqlik o'yinimiz bor. Har ikkala o'yinda milliy jamoamizni Temur Kapadze maydonga boshlab tushadi. Olg'a O'zbekiston deb yozib qoldirdi Jamoliddin Bobojonov. Qadrli do'stlar, siz nima deb o'ylaysiz? Kuvaytni mag'lub eta olamizmi? Albatta fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga sabrdon like bosib ketishni unutmang. Kelasi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.